Salom bolalar. Kattalaring kim? Xo'sh, xizmat. Masalani tushunmadim. Cho'za bespredel. Og'aynimni uyiga ega bo'libsanlar. Nima, hech kim yo'q deb o'yladilaringmi? Menga qaragin. Mama og'aning oldin qarzini joyiga qo'yib qo'ysin. Keyin uyini oladi. Nihoya себе. Sen meni tushunmayapsan, по-моему, ha? Qarzini kerak bo'lganda qo'yadi. Sen davay kalti cho'z. Cho'zmasam-chi? Блядь. Ada turing o'rningizda. Sizga nima bo'ldi o'zingiz keling, ada. O'tvar. Agar odamga bu narsa bo'lsa, men varcha tirik qo'ymayman. Tushundingmi? Yana bir marta meni o'g'limga qo'l tekkizib ko'rlaring-chi. Men bilan o'ynashmalaring, suka. Mashimi? Ha, shu. Ada, Terminator bo'lib ketdingizmi, ha? Sen o'zi bo'liga necha pul qarz eding? 500. Ko'kidami? 500 ming so'm. 500 ming so'mga shunaqa ishkal qilib o'tiribmizmi? Og'iz ochirgan qo'ymading-ku, Fari. O'ttizlar mashinaga o'tirib o'ringlar. Ha, hozir. Boraylik, o'tiringlar. Mujiki, mana bu 500 ming og'aynimni qarzi. Endi xab bo'lmaysizlar, o'zingizlardan o'tdi birinchi. Gap yo'q, bratan. Sizga qoyil qoldik. Xavotir olmang. Biz tarafdan zarar bo'lmaydi. Biz ham ko'cha ko'rgan bo'lamiz. Ha, mana erkakni gapi bo'ldi. Mendan Polyana esichi. Olinglar. Yaxshi gap bo'ldi, bora. Qani olinglar. Tanishganimizdan xursandmiz, akalar. Zaynni mujiki. Ha, bizani o'g'ilchaga ham bir ikkita priyomdan o'rgatib qo'ysanglar zo'r bo'lardi. Shunda otasi bor-ku, bizning keragimiz ham yo'q bo'lsa kerak. Qani, sen bolalarga tez-tez qarab tur.